O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasining Farg'ona viloyati boshqarmasida Prezidentimizning tadbirkorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida tadbirkorlarning tadbirkorlik sohasidagi majburiy talablardan xabardorligini oshirishga qaratilgan o'quv seminari o'tkazildi. Unda ishtirok etgan viloyat huquq-tartibot idoralari vakillari tadbirkorlik sohasida qabul qilingan ayrim qonunlarga kiritilgan o'zgartirishlar, qo'shimchalar xususida tushuncha berdilar. Sirmas hududlarda tadbirkorlar, fermerlar bilan ishlashda qonunni bilmaslik holatlari ham bor. Bu farmon bilan asosiy berilgan topshiriqlar 2025-yil 1-yanvardan boshlab jismoniy shaxslar tomonidan tadbirkorlik faoliyatini yakka tartibda tadbirkorlik sifatida davlat ro'yxatidan o'tmasdan amalga oshirganligi uchun moliyaviy jarimalar bekor qilinganligini to'liq tushuntirdik. Tadbirkorlik subyektlarida faoliyatini nazorat qilish vakolatli organi xodimlari tomonidan ayrimlarni ruxsat bo'lmasdan turib tadbirkorlik faoliyatiga aralashmaslik, tadbirkorlik faoliyatiga aralashib tekshirishlar o'tkazmaslik bo'yicha qo'shimcha tushuntirishlar olib borildi. Bundan tashqari 2025-yil 1-yanvardan boshlab nazorat qiluvchi organlar tomonidan xavfni tahlil qilish elektron tizimi joriy etilganligi, tadbirkorlik subyektlari faoliyatida o'tkaziladigan barcha tekshirishlarni yagona davlat axborot tizimiga ro'yxatga olish orqali biznes ombudsmanni xabardor qilish tartibida amalga oshirish belgilanganligi xodimlarimizga to'liq tushuntirib berildi. Seminarda agroinspeksiyaning tuman bo'lim mutaxassislari ish jarayonida yuzaga kelayotgan muammoli masalalarni o'rtaga tashladilar. Savollarga huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari javob berdilar.